Nima Gapirman-ku. dedi senga? Telefon qildi Ha, Istanbul. Qayersan hozir dedi. Yo'ldaman dedim. Keyin kim bilansan desam, unda qilib Ali Banat ko'rsatdi, yotib ketyapti turgan ekan. Ha, Ali Banat bilanmisan dedim. Ha, bir balo deb qarochi sanlab gapirib ketdi. Men aytdimki, "Endi sizga dedim, seni o'rtag'ingmanmi? Men seni dedim biladi. Sen kimsan? Sen dedim, "Chort" dedim biladi. Meni dedim, sanlab gapiryapsan dedim. Hop sanlab gapirsan ham dedim. Menga bunaqa do'ng'illab muomala qilyapsan dedim. Sen menda osiladigan dedim. Ay ketdi, o'ydi, sen meni o'tgan safar nima qimorboz deb chiqding, videoda bunaqa qilib chiqding. Men dedim, monster dedim, to'g'ri tushundim dedim, sen yig'layapsan dedim. Qimorboz deydimi dedim. Nima deyishim kerak endi? Ha. Ijtimoiy tarmoqqa video qo'yyapsanlar, odamlarning muhokamasi bo'lish uchun. Odamlar fikrini bildirish uchun, negativ yaralishini bilasanlar. Odam to'g'rimi, yolg'onmi, sen haqingda fikr biladi. Chunki sen ijtimoiy tarmoqqa video qo'yyapsan. Majburiyatmi? Nima qo'laysan mendan? Ke. Ha. Kesho. Bilmadim, nima qo'laysan? Nima qolayotganingni aytgin. Moddiymi, ma'naviymi? Ket bu yerdan, ket. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men mashina qilib, shoh to'xtab turgan holatda efir qila olmayapman. 2 minutda blokka ketyapman. Nimaga? To'xtab turgan holda ham. Guchi, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nega bunday xafa o'tiribsiz? Nima bo'ldi? Tog'aji ya'ni. Aka, o'sha kun mendan qilib xafa bo'ldingiz, peshonamda bitta shunim bor, xolos, men buni yirtsam gadoy bo'lib qolardim. Shuna chotki variant qildim-da, tushunyapsizmi? Senlar yirtirarding ham-da. Bitta shunim qoldi, xolos, hamma narsamni yetkazib tashladi, o'sha kun. Hatto ko'zingni mana bu yerda qoragani ham bir xilda. Akamda biz ikkovimiz basenda Bolamasmi o'zi? basenda o'tiramiz-da. Nima degani bu ikkovimiz basenda o'tiramiz? Kaka tegishlikmi? Nima degani bu ikkovimiz basenda o'tiramiz? Qizlarni bitta suvga tushib chiqqanini tomosha qiling. Bu. Naroyiri, unaqa xunasalar. Biz ikkalamiz basenda o'tiramiz deyapti, tegishlikmi? Biz ikkov, xunasa emas, noto'g'ri talqin etaman. Bak, ko'tingni qasding bormi? Meni ham hozir aytdi. Menga yaqin kelmasin dedi. Men o'zimga javob bera olmayman dedi. Ayol erkak ajratolmay qolaman men dedi. To'xta, men savol beryapman. Ko'tingni qasding bormi? Suvni ichiga olib kiryapsan. Yo'q, ko'tingni qasding bo'lsa ayt. Qani rezultatni ayt, rezultatni. Qanday rezultat? Nima qo'ydi? Nega bu ahvolga tushding? Soqol qani? O'zi 3 kundan beri aka o'tta tortib yurishuvdi. Yoqqa bu yoqqa 3 kun bo'ldi, hech kimga aytmayotgandim. Keyin bugun 9 da bordim. Borsam juda katta ishlar ketyapti. Kommentariy yozgani ham, like bosgani ham, video chiqargani ham, ashetda bunda terilib turibdi. Qotmayapmanmi? Yo'q. Qotmayapsan. Qotmayapmanmi? Ha, yo'q. Mikosh. Qotmayapmanmi? Endi qotdi. Jonim qurbon olsun sana Allah. Qotmayapmanmi? Mikosh. Endi qotding. Alo. Voy bilat, qana bola ekan bu bola. Samarkandskaya. Ay xudo, jonim qurbon olsun Samarkandskaya pulni ko'tarib ber. Qurbon aytgan qilamiz, ehson yana bitta katta degdi. Endi u ayolga berib bo'lmaydi. Endi qilsa ham boshqalarga berar. Mabodo qilsa agar. Qilaversin, qilsa endi bu yerda hech qanaqa ziyon yo'q, lekin u ayolga bo'lmaydi endi.
Oy, mana bu yerda gapirib turgan miyangga sizga, enangda sizga mol parosat qo'ydi ko'tida katta bo'lgan ba'zi bir dalbayoblar bu yerda yomon fikr bildirilmayapti. Anu ayol men summani noto'g'ri aytvoribman. Men xohlagan summa yig'ilmabdi. Yana ehson xohlayapman deb Mana bu turibdi. deydi. Mavzu nimada ketib turgan bilyapsanmi? Onangni sizga qo'yxonada katta bo'lgan jinni. Endi ikkinchi qismi bo'lmaydi u ayol uchun deyilyapti. Yomon gap gapirmayapti, dalbayob. Noto'g'ri ma'lumot beryapti. $54,000 emas, $5-6,000 tushdi xolos deyapti. Nima deydi? Naryodan tushgan puli ham mana 53,000 somon bo'lgan bo'lsa, u ham bir $2-3,000, $3-4,000 da $7-8,000 bor u odamni. Kelaman bundoq qilib. $7-8,000 masalan bir qishloq joyda Akalar, men kommentariyani bekitib turaydi, men kim do'st, kim dushmanligini shetdan ajratib Ikkita xona tiklasa bo'ladi, ikkita xona. Ekranga lak bosib turganlar dushi, bilib o'zlaring ham bilib turibsizlar. Kimi itlari, kimi xoramilari, kimi xoramdan bo'lgan bolalari yugurib kelyapti baqa. O'shaning uchun o'zimnikilarni ajratib olay. Keyin ochaman